Ozgina Narkomanskiy respublika bo'lar ekan. Ke, ko'ramiz. Marta kir yuvsang bo'ladi. Kirlaring bormi? Voy dod, mana buni qaranglar, nimalar chizilgan bo'pti. Mana xolos, Ujupis respublikasi. O'shanga qarab birinchi qadamimiz bilan kirib ketyapmiz. Mana Ujupis respublikasi. Mana daryo bo'lib turadi Ujupisda. Mana daryo, rusalka bor. Kimi yo'q edi, rusalkalarni bilasizlar. Endi bu ro'za Ramazon oyida ozgina hech bo'lmasa shuni yoqib tursin deb kigizib qo'ydik. Muzeyda mana shu daryo ustida yursanglar bo'lardi. Pastda mana uchadigan joy bor. Maza qilib qanchalik uchsa bo'ladi. Sizlar pasportinglar yoninglarda bo'lsa, keyingi safar kiringlar, mana bu joyga kelsanglar, suvenirniy joy, pasportinglarga pechatam urib beradi. O'sha mana shu respublikaga kirib, chiqib ketayotganingizda mana shu joydan chiqib ketsangiz, o'sha qancha muddatda kirdingiz, qancha muddatda chiqib ketdingiz, pechat urilgan bo'ladi. Ozgina Narkomanskiy respublika bo'lar ekan. Ke, ko'ramiz. Qo'ldan qara emoli yo'q. Emol qayerda? Qani? Ha, вообще zo'r ekan-a. Qora bo'lib kiyib oladi-da, yurishaveradi. Kuzatuv kameralar. Voy dod. Qog'oz. Voy dod, mana buni qaranglar, nimalar chizilgan bo'pti. Menimcha ko'pincha o'sha magic mushroom yoki o'sha qo'zi qorinlar yeb kelish kerak va ko'rganda mana shu nimadirlar ko'rinib, bular harakatga kelib o'sha psixotropniy движение. Bu rasmni просто ko'rgandan tushunmaydi. O'sha Ujupisda angeli, o'sha belgilardan bittasi. Va odam yig'ilib qaranglar qanaqa tomchilarni. Qara, Jacob, o'z deb yozib qo'yibdi. O'zbekistonlik odamlarga bo'lsa kerak, menimcha. Ujupismi? Xursand bo'lib ketibman.